Xoslik ko'rsatadigan uyimni o'zida bu yerda detskiy planshetkalar bor. Bemalol bolalarni bemalol maza qilib o'ynash uchun qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Maza qilib o'zligi o'ynashadi. Bu yerda yana qo'ni qo'shnilar ham hammasi juda ham chiroyli. Mahallani ko'ryapsiz. Mahalla ham katta va bemalol yonu atrof hammasi uyimiz bitib bo'lgan uyimiz bo'ladi. Yuringlar hozirga bu uyimizni ko'rsatamiz. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Boz bozorida joylashgan uyimiz bo'ladi. Uyimiz 6 sotuvdan iborat. Uyimizga shundoq kirganinglarga ko'rsanglar bu yerda bemalol mashina qo'yib qo'yadigan zonasi va uyimizni bu yerda chiqib ketadigan zonasi. Hozirga chiqib ko'rsatamiz. Uyimiz fasad qismini ko'ryapsiz. Uyimiz aytganimdek 6 sotuvdan iborat bo'ladi. Uyimiz ko'ryapsizmi? 3 qavatdan uyimiz imorati 3 qavatdan iborat bo'ladi. Podvoli 1-qavatda va 2-qavatdan qilib ketilgan. Uyimiz o'zini bu yerda yozgi basseyn qilib ketilgan. Bu tomonni ko'rsanglar, bu yerda o'zini saunagacha qilib ketishgan. Akamiz haqiqatda boshqacha qilib qo'ygan ekanlar va bu tomonimizni ko'rsanglar, barbekyu zonalari qilib qo'yishgan. Hozir uyimizni ko'ryapsiz. Endi hali remont ishlari ketyapti. Xudo xolasa yana 2 haftalik uy ishi bor. Yana bitta bitgandan keyin yana bitta video qilib beraman, lekin kimdirlar bor, yangi qurilgan uyga sirazi olib qo'ying deydigan odamlar uchun bu uyimiz sizlar uchun bag'ishlanadi. Bu yerda o'zini ko'rgan bo'lsangiz, barbekyu zonasi, yashil hududlari ham qilib ketgan. Ko'ryapsizmi? Uyimiz bir ham boshqacha qilib qo'yilgan. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi pastda opisaniyada yozib qo'ygan bo'laman. Bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.